Qaranglar, Green Flux marketimizga yana Pink Point brendidan shunaqa naborlarimiz bor. Bu toner qizlar. Bu tonerimiz hamma yuzlarga tushib ketaveradi. PVC ham zo'r. Mana ochib qo'lingizga siring. Bu ayniqsa quruq yuzlarga shunaqa zo'r. Bo'yin sohasi bilan bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Makiyajdan oldin, kechqurun uxlovga kosmetikalaringizdan oldin bemalol yuzga sursanglar bo'ladi. Yuzni shunaqa zo'r qilib qo'yadi, yumshoq qilib qo'yadi. Qaranglar. Shunaqa zo'r bu tonerimiz. Bu tonerimizni qizlar ham ertalab, ham kechqurun bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Yuzni namlab beradi. Makiyajlarni shunaqa ideal ushlab berishga yordam beradi. Ko'pchilik qizlar Pink Point brendidan yana oqartiruvchilarimiz bor. Bu balzam, bu oqartiruvchi. Ko'pchilik mana shularni ikkitasi bir xil deb o'ylashadi. Buni kichkinasi deb o'ylashadi. Bu lab uchun balzam, lab qurib ketishini, lablar qurilib yorilib ketishini oldini oladi. Blisk berib turadi labinglarga. Bu bo'lsa Pink Point 5% SPF bo'ladi. Sostavida qizlar ayniqsa yog'li ko'rjalar uchun juda ham mos. Tonalni ishlatmaysizlar, buni sursanglar o'z yuzinglarni oppoq qilib beradi. Bizda bazalarimiz bor, makiyajdan oldin ishlatadigan. Qosh qalamlarimizdan ham bor Pink Point brendidan. Qizlar bemalol kelib Green Flux marketimizdan olsanglar bo'ladi.